Mushtari, faqat biz navbatchilik qilaveramizmi? Ana go'zalchi ketvordi. Yur biz ham ketvoraylik. To'ppa to'g'ri. Lekin mana bu yerda axlatlar sochilib yotmaydi-ku. Biz qilmasak kim qiladi? Ming martalab aytganman bularga vaqt mashinasini yengillashtiringlar deb. Bu qayerdan keldi o'zi? Nima balo? TikTokdan tushib qoldingmi? Yo'q, men 2050-yildan keldim. Sizlarning musullaringiz biz tomonga yetib kelyapti. Havo ifloslangan. Xuddi tumanga o'xshaydi. Sport zal xonasiga o'xshaydi, tavba. Sport zal xonasi ham yomon emas-ku. Bu yerda dars qilib bo'lmaydi-ku. Biz axlatimizmi? Biz qildikmi? Ha, senlar kabi insonlarning axlati. Qildim. Anani qara. Nima qilyapti? Changlarni tekshiryaptimi? Ustoz jo'natgan buni. Aniq ustoz jo'natgan. To'ppa Xonani to'g'ri. tozalasin. To'ppa to'g'ri ishni qilish kerak. Stop, plastikni boshqa idishga. Bizning davrda bu narsa oltinday qimmat-ku. Oltimiz savil. Bodi chiqindi-ku. Sizlar chiqindilarni yig'ishtirsangizlar, bizni bir kunlik kelajagimiz yorqinroq bo'ladi. Unda kelajakni chiroyliroq qilamiz. Ha, bizdan boshlanadi. Endi men ketaman. Vaqt mashinam o'z-o'zidan ishlamay qolsaydi. Oyog'im ham olinglar. Qoldi.